Assalomu alaykum, biz kuzatib boradigan obunachilarimiz, guruhimiz a'zolari akalar, Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga benzinli hamda Solarishni 360 gradusli motobloklarimizni optimum narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, sizlarga narxi bilan tanishtirib, tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Hozir bittadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Bizda akalar 190 benzinli motobloklarimizdan mavjud, yangi partiya yetib kelgan. O'zdiqlarga ahamiyat berasizlar akalar, maslinni o'zdiqlardan qilib foydalanilgan, yarim qilib avtol qilib ishlatadigan bo'lsalar, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Balonlari 612 Cherokee katta miyaqki balonlar bilan jihozlangan. Kechasi kunduz ishlatish uchun 4 ta LED faralari bilan jihozlangan bo'ladi. Balonlari turgan joyida akalar 180 gradusga burilish xususiyatiga ega, ko'rishlar mumkin. Bir sepmasa bo'lganda umuman muammo bo'lmaydi akalar. Statorlari ham katta, shu 17 tali, 15 tali statorlardan qo'yilgan. Benzin baki 5 tali, bitta to'ldirib olsalar 7 soat, 8 soat bemalol xizmatlarini qilaveradi. Rollarni xohlagan tomonlarga legirovka qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Rato Tiller firmamizning ko'p motobloklarimiz gazlari plastmassa bo'ladi. Bular temir gazlar bilan jihozlangan. Akkumulyatorlari ham Damas'dan akkumulyatorlardan qilib foydalanilgan. Ukam narxi qiziq degan akalarimiz uchun narxi $570 chiqadi. Kanal nomidan keladigan obunachilarimizni chegirmalarni qilib beramiz. Boshqa motobloklarga nisbatan quvvatliroq tomoni akalar pritsepnoylari 3 tali, reduktorlari 17 talida reduktordan qilib foydalanilgan. Juda ham katta reduktor. Qishloq xo'jalik charxlari ham yaxshisidan qo'yilgan. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $570, pastda nomerlar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalar ham optimum narxda qilib beriladi. Endi bizda Solarishning variantidan yetib kelgan ko'pchilik akalarim so'rab turgan edi, bizda tugab qolgan edi, повторян yetib keldi. 190 motor Solarishning 360 gradusli motoblogimiz. Ukam 360 deyapsam, bu qanaqa holat degan akalarimiz uchun zubur forma bo'ladi. O'ng tomonni bossalar o'ng tomonga, chap ruchkani bossalar chap tomonga burilish xususiyatiga ega. Keyin oddiy 15 kuchli motoblokka nisbatan reduktorlariga bitta ahamiyat berasizlar. Juda ham katta reduktorlar bilan jihozlangan, reduktorlari juda ham katta holatda bo'ladi. Balonlar oraliqlarini bemalol razber qilib ishlatsalar ham bo'laveradi akalar. Rollari uzun qilib ishlangan. Benzinga nisbatan salalkani rasxoti anchagina oz bo'ladi. Soatiga akalar yarim litrdan 1 litrgacha hop salalka rasxot qilib beradi. Salalka tanlamaydi, xohlagan salalkani qo'yib ishlatsalar ham bo'laveradi akalar. Hop skorlari o'zida mana avtopatsuzlarigacha qo'yilgan, gazlari, svetlari, hamma yo'g'i mana motorlari 190 Kentavr firmamizniki 1 yildan garantiyalari bilan beramiz. To'liqroq ma'lumotini telefon qiladigan bo'lsalar, tanishtirib tushuntirib o'tib ketamiz. Balonlari ham unga nisbatan Cherokee'loq, miyaqkiroq qilib ishlangan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu motoblogimizning narxi akalar $750 chiqadi. Like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib kelganingiz uchun narxini optimum narxlarda qilib beramiz. Mana ma'lumot birkalarini olishlaringiz mumkin. Kompletli kluch dokument, frezalarini komplet holatda qilib beramiz. Sizlar uchun bonuslarni ham qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin akalar.